Ular tashqariga chiqqanida Kirini shaharlik Simon ismli bir kishini uchirtib, Hazreti Ayso yutib mangan krestni uningga majburiy ko'targizdi. Ular Golgota, ya'ni bosh so'ngak degan yerga kelganda, Hazreti Aysoga ichish uchun doğru arashtirilgan sharob berdi. Lekin Hazreti Ayso uni tetib ko'rib, ishkili unimidi. Leşkerler Hazreti Aysoni krestga mixlagandan keyin chak tashlashib, kiyimlarini bo'lishib oldi. Ondan keyin u yerda o'tirib navbatchilik qildi. Ular Hazreti Aysoning beshining yuqori tarafiga bu Yahudiylarning podshohi Ayso deb yozilgan bir gunoh taxtasini osdi. Hazreti Aysodan boshqa ikki qaroqchimi krestga mixlangan bo'lib, biri uning o'ng yonidagi, yana biri so'l yonidagi krestda edi. U yerdan o'tganlar boshlarini chayqishib, Hazreti Aysoni haqoratlab, "Qani, sen ibodatxonani buzib tashlab, 3 kunda qaytadan yasab chiqadigan odam eding-ku. Hamda o'zingni qutqizg'ina. Xudoning o'g'li bo'lsang, krestga tushib boqqin" deyishdi. Oliy ruhoniylar, Tavrat ustozlari va oqsoqollarmi uni shundoq maskara qilib, boshqalarni qutqizib ekan, o'zini qutqiza olmadi. İsraillarning podshohiymish tehi. Endi krestga tushib boqsin-ku, ondan uningga e'tiqod qilayli. O, Xudoga shiratdi. Xudo uni azizlasa, qutqizib boqmasinmi? Chunki u men Xudoning o'g'li degan edi. Hazreti Ayso bilan billa krestga mixlangan qaroqchilarmi uni shundoq haqoratlashdi. Tush vaqti soat 12 dan soat 3 gacha butun zaminni qorong'ulik bosdi. Soat 3larda Hazreti Ayso yuqori ovoz bilan "Yeli, yeli, lama shavaqtani", ya'ni Xudoyim, Xudoyim, meni nimishq tashlab etdin deb vaqirdi. Bu yerda tuğallarning ba'zilari buni xato anglab, bu odam İlyas payg'ambarga murojaat qilyapti deyishdi. Ularning ichidan biraylan darhol yugurib berib, bir parcha bulutni akeldi. Ondan uni arzon uzum sharobiga chilab, qo'mishning uchiga bog'lab, Hazreti Aysoga ishkizmoqchi bo'ldi. Boshqalar, "To'xtab turinglar, qarab boqayli. İlyas payg'ambar kelib uni qutqizib qolarmikin?" deyishdi. Hazreti Ayso qattiq ovoz bilan yana bir vaqirdi-da, jon berdi. Shu vaqtda markaziy ibodatxonadagi parda yuqoridan tövanga ikki parcha bo'lib yirtildi. Zemin silkinib, toshlar yerilib, qabrlar ichildi. Hazreti Ayso tirilgandan keyin burun olamdan o'tgan bir muncha taqvodor odamlar tirildi. Ular qabrlardan chiqdi va muqaddas shahar Yerusalimga kirib, u yerda nurg'un kishilarga